أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أول رحمت o'ttirisi mag'firat oxirisi do'zaxdan qutulish ey bo'lgan muborak Ramazonni sog' salomat tutib bugünkidek ittifoqlik, xo'shallik ve şadlık kuniga bizni yetishtirgan ulug' Allah subhanahu va taologa cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Bizni azg'unlikdan to'g'ri yo'lga, qarang'ilikdan yo'riq chiqargan ve chiqishga sabab bo'lgan joni-jon payg'ambarimiz Muhammadun sallallohu alayhi va sallamga durud ve salomlar bo'lsin. Hurmatli qarindoshlar, mana bu bizning hicret makanımız bo'lgan ve hicret niyeti bilan chiqib o'rlashgan bu Türkiye zimindeki ve bulunmu Selimbaşadaki barliq jamoatlarning qutlug' ro'zi hidha muborak bo'lsin. Hammalarning oltin tili salomat, oilalar xotirjam, xizmatinglar utuqli bo'lsin. Allah Ramazonda qilgan taat ibodatinglarni qabul qilsin, duolarni ijobat qilsin. İnşallah Allah'ınki kudret kamali bizning tirishchanligimiz bilan en yakın fırsatda muşundak mübarek hitlarni muqaddas ziminimiz bo'lgan cennet makan Sharq Türkistan'da bir dasturxonda tuqqanlarimiz, birodarlarimiz ve qarindoshlarimiz ve aqosona bilan barabar o'tkazishni nasib qilsin. Hurmatli qarindoshlar, biz Xitoy bizni yo'q qilaman, yiltizini qurtayman desa, biz hozirgidek mana nima deysa biz ba degan isbotlayapmiz. Mushundoq hitlarda bayramlarni qilib, davlatning she'rlarini qo'yib, bayroqlarimizni tiklab, bizni yo'qitib bo'lmaysa, chunki biz Sultan Sutuq Buraxonning, Mahmud Qashqarining, Yusuf Xas Hacibning avlodlari. Biz o'z vaqtida sana sadichini saldigan Batur bovulmizning avlodlari. Biz o'lmadik. Biz ba degan isbotlab turyapmiz qarindoshlar. Haqiqatan yo'qolmaymiz. Qalbimizda la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan tavhid bo'ladi ekan. Bizni vazkashmasak, biz inshaalloh yo'qolmaymiz. Chunki bizning arkamızda bizni yo'lab turgan en ulug' Parvardigorimiz Allah subhanahu va taolo bor. Shuning uchun qarindoshlarim, men bugungi bu qutlug' munosabatni fursat bilib sizlarga yurak so'zimdan bir necha og'iz so'z qilmoqchi. Birinchisi qarindoshlar, shu vatanda ahu faryod chekayotgan, Xitoylarning tumir tapini ostida ezilayotgan, turmalarda nahaq şehit kılınayotgan qarindoshlarımızga vafo qilish yuzasidan oilamizda mushu dinimizni ching tutaylik qarindoshlar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Badr urushiga borgan sahobalarga dinak lahmak, dinak damak deb tavsiya qilgan. Ma din sening qining, ma din sening jining, mani ching tut deb tavsiya qilgan. Çünkü İslam bizning yo'qolmaslik uchun, chet elda assimilyatsiya bo'lmasligimiz uchun eng kuchli ma'naviy qalqinimiz. Bulan bo'ladi ekan, biz kimligimizni saqlab qola olamiz. Ikkinchisi qarindoshlar, mana shunday hit bayramlarda, Qurban hitlarda, ro'za hitlarda uyimizda qattiq mo'sh hit kayfiyatini yarataylik. Bizning bolalarimiz bu kunni asligidek, şu kunning kelishini kutgidek ve şu kun qalbida tosh o'ylagandek, o'ylab qolgandek hit kayfiyatini yarataylik. Hergiz mu yig'lamaylik. Chunki biz yig'lasak, yig'ilganga bir narsa kelmaydi. Yig'lamay balki yig'imizni kuchga aylantirib, mush bolalarimizga o'zimizning ham islomiy, ham milliy bayramlarimiz bo'lgan mushundaq hit kunlarni, Cumhuriyet bayramlarimizni ballarımızga his qildirayli. Şu kunda nadi jushqun, ruhliq ballarımızga mushu bir ta'siratni berayli.
Chunki bizning hayitlarimizni yaxshi o'tkazmasak, bayramlarimizni qutlamasak, bolalarimiz ertaga yangi yilni bakra qutlaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun men hayit isrofchilik yo'q deyman. İmkaniyetten qanchalik yer bersa, hayit isrofchilik yo'q. Hayit har bir xarjlagan pullaring, har bir bolalarga olib bergan kiyimlaring, ayollarga olib bergan har qanday kiyimlaring, pullaring Allah'ın dargahida ajr yozildi. Chunki bu Qurban hayit, ro'za hayit Allah subhanahu wa ta'ala ulug'lagan bu vaqt Qur'onda oyat nozil bo'lgan kunlar. İkincisi qarindoshlar, biz bu chet eldagilarning vatanga va vatandagilarga ko'rsatgan vafodorligimizning ikkinchisi Uyg'ur kimligimiz qarindoshlar. Uyanglarda bir qizil siziq bo'lsin. Uyda chuqum Uyg'urcha qilishinglar. Hech bir balanglarning, hech kimning Türkçe yoki boshqa tilda so'zlashga ruxsat qilmanglar. Chunki tilni yo'qotgan Uyg'ur bo'lmaydi. Biz Uyg'ur tilimiz bilan va o'zimizning urf-odatlari bilan ve şanlıq tariximiz bilen Uyghur. Bo'lmasa bizning boshqa hech qanday farqimiz yo'q. Shuning uchun uyinglarda bolalarni chuqum Uyg'urcha qilinglar. Men sizlarga aniqday, uyinglarda bolalarni Uyg'urcha qilmasa, sizlar vatanning xoini bo'lasizlar. Shehidlarning qini xiyonat qilgan bo'lasizlar. Chunki Xitoy kafirlar nima uchun bizningki vatandagi yiziqlarimizni, milliy urf-odatlarimizni, Uyg'urligimizni yo'qotdi? Chunki bizning jismimiz hammadan o'xshash. Haqda tan bizda bor, dunyodagi ham millat o'xshash. Bizning kimligimiz bizningki kim ekanligini isbotlaydi. Shuning uchun uyinglarda Uyg'ur urf-odatlari va Uyg'ur tili bu qat'iy voz kechilmaydigan qizil siziq bo'lsin. Uchinchisi qarindoshlar, bu bek muhim. Uyinglarda Uyg'urlarning g'aybatini qilmanglar. Bulupmu ballarının aldıda Uygurlarının maqtanlarki g'aybatini qilmanglar. Ballaringlar Uygurlardan nafratlanmasin, aksicha Uygurligidan va Uygurligidan faxrlanadigan, Uygurlarni yaxshi ko'radigan bo'lsin. Sil qo'pab, "Av igizdi, mau pakati, av yapkatdi, mau o'qildab Uygurni kesh g'aybatli qilsanglar, balangning ichiga Uygurga o'chmanlik urqun tergan bo'lasizlar. Balangni Uygurni yaxshi ko'rmaydigan bo'ldi. Uyg'urni yaxshi ko'rmagan bola Sharq Turkiston uchun xizmat qilmaydi, mazlum millat uchun xizmat qilmaydi. Shuning uchun balangni boyada haqqan chiqib ketsanglarmi, ma Uyg'urlarning qarindoshlar g'aybatini qilmanglar. To'rtinchisi, ballariinglarga bizning qahramon ajdodlarimiz Ustuqbuğraxon buvimizning, Yusuf Xasojibning, mush tarixda o'tgan Nuzugumning, 7 qizlarimizning, qahramonlarimizning hikayesini sizler pırana. Ballar özünün ecdatlarından, tarihinden fakirlensin. Ve Şarkı Türkistan'ın her bir topraklardan, her bir kumlardan, her bir gülçiçeklerden, tağ deryalardan şunda bir sözlanlar ki ballarının kalbide bu toprağının otu tutasın. Bu bizning şu vatanda bir günah turmalarda yetivatkan, bir günah kanlar tükülüvatkan, qarindoshlarımızga bo'lgan vafodorligimiz. Dal mushunda qilgan vaqtida biz muhojir degan nomga loyiq bir hijratchi bo'lamiz. Agar buni qilmasak, jinni ep qochgan, dushmanni oldida qo'rg'ini xada qilgan, dinga, vatanga, millatga yuz o'rgan xoin munofiqlarning o'rnidan o'rnab qolamiz qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo hammanglarning hayitini muborak, barakatlik ve hoşal haram ötküzünü işip kılsın. Allah subhanahu ve taala ittifaqligimizni, qo'shindachiliqimizni texim kuchli qilsin ve her birimiz Uyg'urning kimligini isbotlaydigan bir kishi. Shuning uchun boshqalarning oldida, mayli o'zimizning bolalarning oldida bo'lsin, boshqa millat oldida bo'lsin, bizning yaxshi ishlarimizni ko'rsin, pokizligimizni, ittifaqligimizni, kuchligimizni, bosh egmaydiganligimizni ko'rsin. Allah subhanahu ve taala bizni haqiqiy muhacir haleti yaşab, muhacir haleti ölgül nisip olsun ki Allah'ın muhacirlarga va'da qilgan cenneti, g'albisi ve köp rızkı bizi kelsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.